Assalomu alaykum hammaga. Burada muxlislari, shu chempionatimiz o'ynayotgan jamoa a'zolari bugun Chempionlar Ligasini playoff'iga qurib tashlash marosimini o'tkazamiz. Уже ikkinchi yilni o'tkazamiz. Уже ko'pchilik bilsa kerak biz qaysi tartibda o'tkazayotganimizni shu Yevropa bilan bir xil qilib ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 9-10 o'rinni olgan komandaga 23-24 o'rinli komandada tushadi. 11-12ga 21-22. Mana shu tartibga turadi. Endi hozirgi paytda tushunmayman deyotganligi oddiy yechim bor. Shuni ChatGPTga kirsanglar, qanaqa qilib biz yilga o'tkazganimizni bu ham sizlarga aytib beradi va birinchi o'rindan 8-chi o'ringacha o'rin egallagan komandalar to'g'ridan-to'g'ri 1-8 finalga yo'l oladi. Bular 1-16da bir-biridan o'zaro yutib, keyin 8taliga tushadi baribir. Hozir shuni hammalarni qo'lidan olib birin-ketin davom ettiramiz. Yurtgani bitta ko'rsatib hammasini bu yerda ochiqxonadan bir-biriga tushirish, so'z shariklar qilishgan narsa bizda plasmassa shariklar. Bu yerda chista xolis bo'ladi hammasi. Bu kursiylar bo'ladi. Juda Bular raqiblari Karavan yoki Zangeta jamoalari bo'ladi. Mana ikkalovini hozir solib aralashtirib beramiz. Oxunboboyevning raqibi Zangeta. O'z-o'zidan tepaga o'tgan raqibi bu Karavan jamoasi. Keyingi juftlik Progress va Fidanza 11-12 o'rinlar. Fidanza Progress raqiblari Lyon bilan Turon. Fidanza raqibi Turon. Progress raqibi Lyon. Lifetime va Oqibat jamoalari hozir o'zlarini raqiblarini bilib olishadi. Oqibat Lifetime Havas Millioner Atalanta ulardan bittasi tushadi hozir. Oqibatda raqibi Havas Millioner. Lifetime Havas Atalanta. Manchester United bilan Porto.
Manchester United. Aşağı olayım. Unibax bilan sevgili ikki jamoasi. Portoning raqibi sevgili ikki. Manchester United raqibi o'z-o'zidan Unibax. Endi birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi, yettinchi, sakkizinchi o'rinli komandalarni hozir cho'tta o'ziga o'tib qilamiz. Ko'rsatib o'tamiz. Birinchi bilan ikkinchi o'rinli komandalar Manchester Unibax, Porto bittasi tushadi. 1 bilan 2, 3 bilan 4, 5 bilan 6, 7 bilan 8 bu yoqqa tushadi. Hozir mana futbol bilan Aziyani bitta zavodda aylantiramiz. Porto Sergini raqibini aniqlash uchun. Porto Sergini yutsa futbol global bo'ladi. Manchester United Unibax yutsa Aziya bilan yashaydi. Yutsa Stratej bilan Sergili. Oqibat havas 21 ga yoki-da Lifetime Atalanta. Birinchi bo'lib oqibat bilan havas 21 raqibini aniqlaymiz. Ikkisi. Oqibat havas 21 yutsa Sergili uchun. O'zidan Stratej Lifetime Atalanta juftligini g'olibi bilan o'ynaydi. Qaldirg'ochlar bilan Uzbek. Uzbek. Fidanza bilan Turon yutgani bilan o'ynaydi. Qaldirg'ochlar Progress bilan Leonni yutgani bilan o'ynaydi. Agrafik Chirchiq bilan Qoratosh. Oxunboboyev Zangeti yutgani Xelatek Chirchiq bilan. Yo'da Pedagog Karavan juftligi g'olibi Qoratosh bilan. Hamma juftligilar aniq. Xudo xohlasa hammaga omad. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Jeribovkamizga. Bugun mana Havas ligamizani guruh o'yinlari o'z nihoyasiga yetgandan so'ng bugun Liga Chempionov hamda Liga Yevropa o'yinlarimizning play-off bahslariga qur'a tashlash marosimi bo'ldi. Xolis guvoh bo'ldingiz, jarayonni kuzatib bordingiz. Raqiblar bir-biriga qanaqa tushganligidan guvoh bo'ldingiz. Ozgina fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. Zo'r tushdi, joy-joyida. Yana bitta guruhda janglar bo'ladi. Xudo xohlasa. Hammasi haqqoniy bo'ldi. Sergeli hamda Sergeli ikki jamoalari bitta savatdan joy egalladi. Ikkita komandangiz YouTube bir-biri bilan nasib Xudo xohlasa uchrashadi degan umidda bizni ikkala jamoangizga ham omad tilab qolamiz. Xudo xohlasa. Va ikkalasidan bitta jamoangizga Liga Chempionov yutishni tilab qolamiz sizlarga. Rahmat aka. Hammaga omad.